yoki ular vafot qilganda eshikda to'nni kiyib turmasdan to'xtanglar. G'assolga ketayotganda, yuvuvchi ketayotganda to'xtanglar. Men oxirgi marta o'zim otamni yuvintirib qo'yay. Burnim oqqanda artgan edi, betim shaltoq bo'lganda yuvgan edi. Ishtonimni almashtirgan edi, shu odam edi. O'zim cho'miltirib qo'yay deb kiradigan bola bormi? Ya men o'likdan qo'rqaman deydi. O'lik kim edi? Eshak emas edi-yu, otang edi-yu o'lik. Shu otani oxirimatda tahoratini, oximatda huzulini cho'milishiga yaramagan bola bolami o'zi? Xo'p, yuvintirishni ham bilmadingiz, o'likdan qo'rqdingiz. Lekin gunohdan qo'rqmaysiz. Murodi moldan xiyonat qilishdan qo'rqmaysiz. Yolg'ondan qo'rqmaysiz, g'iybatdan qo'rqmaysiz. Orqasidan yumaloq xat yozishdan qo'rqmaysiz. Otani o'ligidan qo'rqasiz. Xo'p, yuvintirmadingiz. Oxirgi ko'ynagi bor. Kafani bor. Tirikligida shim ko'ynak habera olmadingiz. Bechora pensiyasini yig'ib zo'rg'a bitta sharvar kiyib oldi, zo'rg'a bir qiytiq massi kiyib oldi. Yoki olib bergan bo'lsangiz, xo'p kiydirdingiz. Oxirgi martaga ko'ynagini o'z qo'lingiz bilan kiydirib, "Ey dada, yaxshi qoling. Safaringiz bexatar, savol javobingiz oson bo'lsin. Ota, mendan rozi bo'ling" deb. Tili bilan javob bermasa ham ruhi sod bo'lib, "Bolam roziman" deydi. Yuzlarini yopib janozaga chiqqanda oxirgi marotaba o'g'il janozani bilmaydi. Ota uchun guvohlikka o't berishni bilmaydi Allohning huzurida. Allohdan otasini mag'firat qilishligini, gunohini kechirishligini so'rashni bilmaydi. Qo'lini bog'lab olib, xayolida uchi qachon bo'lar ekan, qo'chqarni qachon so'yar ekan, qasdomlarni chaqirar ekan, qanday qilib o'tkazar ekan. Otaga bir ikki oyat o'sha janoza duosida keladigan duoni o'qishlikka yaramaydi-ku, birovga gap bermaydi. Xo'p, endi dafnga bordik. Oxirgi uyga borganda qabrga tushib, muborak badanlarni oxirgi marta o'zi tushib, tepa past kafanini uchini yechib qo'yib, "Ey ota, yaxshi qoling, qildingmani sizdan judo. Bu aziz jonim, men sizga aylayin fido. Xayr ota, oxiratda ko'rishguncha" deydigan bola bormi? Go'rkodi qo'liga 1000 ta so'm pulni berib, "Otamni ko'mib bering" dedi. G'assolni qo'liga 1000 ta so'm pul berib, "Otamni yuvib bering" deydi. Ey puli ko'p, ey nomi ulug', ey mansabchi, ey obro' topgan, la aqal shu otangni o'zing yuvib, o'zing dafn qilin. La aqal oxirgi marotaba o'sha ko'zing kuzatib qo'ygin. Darvozasini o'zing yopgin. Shunchalik bu nimadan? Bu sabab islom odoblarini bilmasligimizdan, musulmonlik fazilatini tushunmaganligimizdan, mu'minlikni yaxshi bilmaganligimizdan bugun nafaqat o'zimiz, hattoki ota-bobolarimizni oxirgi kunlarini ham xorizorlik bilan kuzatamiz. Dafn qildingiz-u, bitta labatga bitta ketmonni ushab turpog'ini toshlikka yaramaysiz. Sizni boqaman deb agatoldi, yer chopdi, loyga tushdi, hamma ishni qilib, kechani kunduz hali madikor ishladimi, hali qorovul turdimi, hali zovutni ishladi bechora. Sizni baqaman deb butun ishni qilgan otani bir lapatga turpog'ini tortib qo'yishga yaramadi ham bola. Dafnni biroqlari ko'ndi, qarab turibdi, changib ketmasin deb qiytig'ida changini qoqib ham turibdi kamiga. Tilovati Qur'on o'qildi, hamma ketdi, hammadan avval shoshilib uyga borib, o'nda otasini o'rni yo'q, yuvilgan joyiga borib shundoq kirib turib o'sha yerda yig'laydi. Ota, ota, odamlarning ko'ziga ota deb yig'laydi. Ichida esa surishtiradigan, so'rab turadiganidan qutulganiga shukr qilib turibdi. Nima ichib kelding, nima uyda yo'qsan, qayerga ketib qolding deydigandan qutuldi endi. Ko'yni boshqa.
odamlarning ko'ziga yig'layapti xolos. Birorta o'g'il yo'q. Qabristonda hamma ketgandan keyin o'tib Hazrati Yasinni o'qib qo'yay. Otangga o'qib bag'ishlab qo'yay shuni. Zero Parvardigor savol javobini yengil qilsa, qabrini rohatda, farovonda nurli qilsa, oxirati obod bo'lsa deydigan farzand yo'q. Hammadan oldin shoshilib kelib, eshik tagida ta'ziya izhor qilib, rahmat, qadaminglarga rozi bo'linglar, tishdan boshqa narsa yaramaydi. Qo'ying odamlarni o'sha kuni. Onangdan ajralding. Endi qaytib kelish yo'q, endi bu kun yo'q. Oxirgi kuni oxiratdan birinchi uy edi. O'sha yerda o'tirib, miriqib, totlab Qur'on o'qimaysanmi? Hech narsani bilmasang bismillahirrohmanirrohim, bismillahirrohmanirrohim, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh deb o'tirib, ey Parvardigor, hozir ota-onamiz savol javob qildirasan. Savol javobini oson qil. Qabrini nur qilgin. Qabr azobini eshitganmiz, qovurg'alari bir-biriga kiyishmasin ya Robbim. Otamga rahim qil, onamga rahim qil deydigan bola bormi? O'lgandan keyin yana obro'li qilib, o'zingizni obro'yingizni o'ylab, falonchini otasi, onasi desin deb toshlardan xatlar bittirib, o'qilmaydigan so'zlaringizni la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb yozdirib, katta bir minorani yasab qabrini so'yib kelib qo'yib qo'yasiz. Endi otangizga kerakmidi shu? Shu kerakmidi onangizga? Tirikligingizda bitta shirin so'zingizni gadosiydi-yu, endi toshingizni pishirib ichadimi? O'shiga ketgan sarf harajatingizni yana endi otami ruhini shod olsin deb ko'zingizni chirt yumib, bitta bechora qizini chiqara olmayotgan, o'g'lini uylanmayotgan yoki bir devori yıkılgan yoki bir bolalariga kamchiligi bor, yo bir masjid bitmayapti, yo bir madrasa bitmayapti. O'shaga borib ko'zingizni chirt yumib, Xudo uchun savob otamga borsin deb berib ketib olmaysiz, qo'rqasizda shunda. Yoki 4-5 ta odamni guvoh qilib borasiz, ko'rib qo'yinglar. Masjidga men shibiyonga tushirib beryapman. Mening yordamim bilan qurilyapti masjid. Riyo, odam ko'zlikka umid qilmang. Bunda siz savob tegasi bo'lmaysiz. Xolis Alloh uchun